Bir kuni Granny zombi bo'lar edi va u o'yinchi qochishga harakat qilardi. U aynan shu ishdan qochish kerak edi va u zombi to'sqinlik qilardi. Nima? Salom do'stlar, sizlar bilan men Viktor. Men uyg'onganimda Grannyning uyidaman ekan. Xullas biz Grannyning uyidan o'tamiz. Granny kim bilmadim, qani ketdi u. Yaxshi. Biz birinchi o'rinda bu yerga berkinamiz, deb. Hozir buni ishini qo'rqoqlar qiladi va to'xtang. Granny kim bo'lishi mumkin? Yo'q. Bu yerda kim? Enderman. Xola ko'zga qaramas kerak. Menga Granny burada xola nima qiladi? Bu tarvuz. Ikkita tarvuzmi? Tekchi. U bolta. Ana Granny. Yo'q, qol Granny. Granny demak zombi ekan. Qochish kerak. Ikkitami? Demak, bitta Grannyni o'ldirishimiz kerak. O'zing biz bu yerni ko'rmasmikin, ha? Ana Granny, qochish kerak. Voy, yo'q. To'xtang. Menimcha bu Grannyni o'ldirish kerak. Ikkita Granny. Mana bu nima degani? To'xtang. Bu yerga kelib olsin, qilichimizni tatib ko'radi. Hozir Granny devor o'rtasidan uryapti. Granny o'l. Bo'ldi. Endi u Granny eshikning ichkarisida bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi. Biz avvalo buni tagiga kirib ko'rishim. To'xtang, bo'ldi. Har bir xonaga xola bir yerda turibdi-ya, ko'zga qaramiz. To'xtang, bu yerlarda sandiqni ochib qo'yamiz. O'rgimchakning kaliti. O'rgimchak kaliti ekan. Xullas biz o'rgimchakning yeriga tushamiz. Ana ketdik. Bu yerda ko'cha. Yaxshi. Qani? Bu yerga haligi tarvuz. Endi esa bu yerda bu jak. Nomiga emas qo'yishmabdi. Qani ketdi u. Bu yerdan kiramiz shekilli. Bu tugma. Nega bu yerda tugma bor? Buni ham oladi. Mayli. Ketdi u. Qani? Voy. Pastga tushamiz. Granny seni qochib turganimda foydalanaman. Xullas bu yerga yechak va nima? Kod. Yaxshi. Bizda endi kod bor. Xullas endi bu bizda turib turadi. Bu yerni to'xtanglar. Hozir tugma. Hozir biz chalkashib ketdik. Bu yerdagi bo'ldi. Tepaga chiqishimiz kerak. Men tushundim. Xolani ko'ziga qaramaymiz deb qo'shiq. Mana shu yerdan o'rgimchak joyiga tushamiz. Qani tushdik? Voy jonim. Tushdik. Endi voy. Bu yerlar suvsiz ekan. Mana o'rgimchak o'lib ketdi. O'ladi ham. O'rgimchak o'ldirsa bo'lmaydi, lekin men o'ldiraman. Menga farqi yo'q. Qani bu suvli yerdan o'tamiz. Voy. Va o'rgimchak yerdan ketamiz va bu yerda tushamiz. Yaxshi. Biz hozir bu yerga tushamiz va bu yerda tugmani ochildi. Go'sht. Boshimga uraman, nima? Endi qanday chiqamiz? Demak, bu yerni sindirishimiz kerak. Va sindi. Bu do'stlar Granny uyining xatosi, o'shaning uchun sindirdim. Bu yerdagi go'shtni har ehtimolga qarshi olamiz.
Yeymiz, qornim ochqab turibdi, endi jonim to'ladi. Endi esa birin-ketin qochishni boshlaymiz. Avval kirkani topishimiz kerak. Do'stlar, kirka topishim cho'zilib ketdi. O'shaning uchun bu yerini qirib tashladim. Xullas, biz boshladik. Hozircha Grannyni o'ldiramiz. Keke. Oppa, yaxshi. O'ldirsak 2 minut 30 sekundga keltiriladi va bu yerda kamon izlash kerak. Mana bu yerlarga metal ko'rgimchak. O'ylasan. Bekor keldi. Va bu yerda seyfning kaliti yo'q. Yaxshi. Bu yer hojatxona. Qani? Ishqilib biz qochishimiz kerak. Bo'ldi. Hozir bu yerdagi richakni esa bosib tushiramiz. Yana qaychi oldik. Olamiz. Endi esa qochamiz. Endi avval kirkalarni sindirib olamiz. Ichiga kiramiz. Mana bu yerga kalitni qo'ydik. Endi esa nima qo'yish kerak? Qaychi bularni olamiz va bizda bolta. To'xtatuvdagi yozuvga rioya qiling, iltimos. Va bu yerga qo'yamiz. Eshikni ochamiz. Qani? Go!